shirin so'z bilan davolaymiz. Qo'qon shahrida kitobxon hamshira ko'rik tanlovining shahar bosqichi o'tkazildi. Amiri kutubxonasida bo'lib o'tgan tadbirda Qo'qon shahar hokimligi, tibbiyot birlashmasi mutasaddilari, adabiyotshunos olimlar, ma'naviyat targ'ibotchilari, davlat tili bo'yicha mas'ul rahbarlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. 2025-yil Farg'ona viloyatida kitobxonlik yili deb e'lon qilingan va davlatimiz rahbarining kitobxonlikni keng targ'ib etish borasidagi tashabbuslari doirasida mehnat jamoalari, mahallalarda ham kitobxonlik tanlovlari, kitob yarmarkalari va mushoiralar o'tkazib kelinmoqda. Tibbiyot sohasida ham juda ko'p davlat xizmatchilari bor. Aynan bularni ham qamrab olib, bularning o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish juda katta mana shu xalqimizga yaxshi xizmat ko'rsatishga yordam beradi deb o'ylaymiz. Hamshiralarimizni xotirjamligi, fikrlash doirasini, dunyoqarash kengligi albatta ularning faoliyatida ham ularga katta yordam beradi, fuqarolarimizga katta yordam beradi. Men o'zi kitob o'qishga yoshligimdan qiziqaman. Ko'proq adabiy kitoblar, she'riy kitoblar o'qishga ham qiziqaman. Eng yaxshi ko'rgan adiblarimdan biri bo'lgan O'tkir Hoshimovning hayoti va ijodi va uning hammaga mashhur bo'lgan Ikki eshik orasi deb nomlangan asarini bugun qisqacha yozdim. Iste'dodli jurnalist, el mehrini qozongan suxandon Odiljon G'ofurjonov tomonidan olib borilgan davrada ko'rik tanlov ishtirokchilarining chiqishlari hay'at a'zolari tomonidan baholanib borildi. Tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilarga diplomlar va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Ulug'bek Norboyev, Zebo Mirzayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.